iş çıkmadı da bu. Rock, bu şimdi Türkiye demek Türk dilleri Türk halkı. Bağım Türkiye degan bir yeni uydurulmuşunca bu bunun işletken. Benim abi başlap kaldı. Devletimiz bu Kazaklı'nın Türkiye, o Kırgızlar'ın Türkiye'de. Aşılanımı Türk desek tutulmay kalması olurlar. Bu şimdi kolunaydı adına o. Ağlamın bizni katmadı diyorsun. Assalamu alaikum. Dünyanın her kaysi joylarida yaşayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlar, bugungi shu Qur'on akam bilan bo'layotgan suhbatga davomiga qatnashib berganlarga rahmat. Endi o'tgan suhbatda shu Qur'on akam to'g'rilardan kelgan savollarga men orqali yo'llagan har xil savollarga shu o'zi bir qur tadqiqotni ilib berib, hammasini ko'rib chiqib, tayyorlik qilib kelibdi. Men bu gapni oz qilay, endi sahnani Qur'on akamga beray. Hürmetli görürmenler, akasınlarının bu sohbetke katılış belgelerine rahmet. Hem de ötken iki katında biz sohbetimizde bir mınçı meselelerine oturup koygan. Bu toğluk başayakta inkaslarını mağacık yetkizip durdu. Ben hem de bir amal kılıp görünmelerinin nenisini televini yeri koymaydı. Canının yetişçe bazı bir materyallarını bir yere yığıp şu koyulgan soğanlara cevap verişini layık gördüm. Yani şu asaslı buluvatıda o bugünkü sohbetimiz. Hem de bugünkü sohbetimizde aldı bilen oturup koyduğum mesele görünmelerden kelgen teklifler. Bunun da deyilişçe Cungo ezelden köp milletlik devlet digen rasmı. Bu Cungo digen köp milletlik elde milletler nait inak ötken digen mi rasmı digendek sualken ben bunu bundaqla cevap versek bo'lmaydi. Bununla bütün paketini en yaxşısı Xitay tarixçilərinin, Xitay ziyadilərinin özü oturup koygan köz qaraşları boyunca, şular yazgan materyallar boyunca cevap veriş gerek. Endi bu yerda bu ezelden köp milletlik devlet degan bu devlet qaysi devlet? Xitay tarixçilərinin aytishicha bu devlet Huaşalarning devleti. Huaşa degan iki xil qavmning devleti. Endi bular nerede yaşagan? Bu devlet en burun nerede itti? Ularning aytishicha o'ttiri tuzlanlikda. O'ttiri tuzlanlik deganimiz hozirgi Şiandin loyanlısı bo'lgan doira ichidagi mumbat joylarni ko'z tutdi. Endi Meşede Huaşa deydigan qavmlar yaşagan ekan. Bu yerda men yeni shularning gapi bilan buni tushuntirishim kerak. Huaşalar zodi qandoq xalqlar edi degaga kelsak, o'sha Xitoy tarixchilarining aytishicha Huaşalar maymundan turalgan. Odamdan emas. Huaşalarning ecdadı Cukude maymunları ve Şian etrafındaki Lentian maymunları. Endi Afrika maymunları bilan urug' tuqqanchiligi bor deydi. Demek bular maymundan turalgan ekan. Ularning aytishicha. Buni men davom edim. Bular o'zgir degan gap. Demek odamdan turilmadi ekan bu Huaşalar. Endi
bu Hoşalarning davlati ko'p millatlik davlatdi degan gapni o'sha Jumho Xalq Jumhuriyatining yozuvchilari, tarixchilari deydi. Bularning aytishicha biz ko'p millatlik rayon davlatdi deydi. Bu millatlar nada, ismi nimati deb so'raydigan bo'lsak, ularning javobi bunday. Bu şu Xo'sha degan millatlarning janub tarafida Namman deydigan qavmlar bor deydi. Namman degan janubdagi yovvoyilar degan gap. Endi Xo'shalarning sharqida-chu Dunyilar bor deydi. Dunyi degan sharq tarafdagi badbashirlar degan gap. Yi degan. Şimaldaki Şimalda Beydiler var edi deydi. Beydi degan Şimaldaki Yavuzlar degan gap. Bu Türklerge qartilgan, Türkiye xalqlarga qartilgan. Endi Xo'shalarning g'arbida-chu Shirun deydigan qavmlar bor deydi. Shirun degan g'arbdagi yirtqichlar degan gap. Rum degan yirtqich degan ma'ni bildirgan xatlar yozilgan. Endi mushu davlatning to'rt atrofida yashagan xalqlarning ismi Xo'shalar uchun intayin bir xil dushmanlik nazarida qo'yilgan ismlar ekan. Ularning aytishicha bu yovvoyilar ya janubdan, ya sharqdan, ya g'arbdan, ya shimoldan pat kelib Xo'shalarni bo'z ketadi deydi. Bu Kunzining kitobida bor. Mayyi Xo'sha deydi. Xo'shalarni ani topadi degan gap. Bu o'zlarining gapi. Demak, mushu Xo'sha degan davlatning to'rt atrofidagi ham mushu davlat ichida degan mushu millatlar mushu Xo'shalarni pat kelib adevini bilib turadigan xalqlar ekan. Endi bu savol endi o'sha Xitoy degan mushu davlatda ko'p millatlik davlatdi deydi, ko'p millatlik davlat bo'lsa, biz endi beradigan javobimiz yuqoridek. Bu javob butunlay shularning o'zining tili bilan berildi. Bu davlatda aslında sap yovvoyi, yirtqich, deb atalgan aslında millatlar bor ekan. Ularni bular shunday deb ataydi ekan. Mana bu inoq o'tandikan, inoq emasmikan? Buni aqasinglar, anglasanglar bilalaysizlar. Demak, mening qarashimcha bu elde ezelden ko'p millatlik davlat degani yolg'on. Bu davlatdagi ko'p millat inoq o'tgan deganimi yolg'on. Bu Xo'shalarning jilnamasini Bularning yili miladdan ilgari 11-asrdan o'sha miladdan ilgari 5-6-asrlargacha bo'lgan jarayonda o'sha o'tir tuzlanlikda yashagan millatlarning ismi Xo'sha deb Xitoy tarixlarida shunday yoziladi. Buni aytdi yiroq tarix endi. Endi burun shundoq inoq o'tmayotgan mushunda millatlar bor ekan. Bularning o'zining o'z tili bilan aytilyapti bu gap. Mushunda millat bor ekan. Uningdan keyingi ahvollarni bu savolning doirasi emas. Keyin yana bu haqda yana boshqa savollar bor. Unga yana javob bersak bo'ldi. Bu shu Xo'sha degan shu Xitoy degan davlat eng burun ko'p millatlik davlat edi. Millatlar inoq edi degan hammasi o'ydirma. Ko'rurmanlarimizdan kelgan
ana ikinci sual. Yani sualların içinde hem de ikincisi bu nemi bilen bu şu Xitaylar bilen en burun muamele kılgan millet Hun dep biz burun mu aytip ettik. Bu şu Hun bilen bularning o'tirisida qanday voqealar bo'lgan? Mushunda savol ekan. Bu endi biz bu yerda oldi bilan Hun deganni yana qisqacha bir izohlab o'tsak, Hun degan xalqlar Turkiya tilida so'zlashadigan xalqlar. Bular Sedichinning shimol tarafida yashagan. Ularning davlatini Hun Tangriquti deb atagan. Tangriqut degan Tangri ato qilgan baxit degan ma'noni bildirdi. Tangrining o'g'li degan ma'noni bildirdi. Bu davlatning ismi Tangriqut. Bu Hun Tangriquti milodidan burun 318-yili Sedichinning ichidagi davlatlar bilan uni Xitoylar jango deydi, urushqoq bagliklar. Han, Jo, Wei, Yan, Qi degan 5 davlat bilan bu Hun Tangriquti urush qilgan. Hun Tangriqutiga hujum qilgan bular. Shuning bilan bu urush davomlashib, eng oxirida bu 5 Sedichinning ichidagi bu 5 baglik mag'lub bo'lgan. Bu shu mag'lub bo'lgandan keyin bular bilan o'zining chegarasini ayirish uchun har bir davlat buni bilan tutishadigan yerga Sedichin so'qqan. Bu 5'i shu shimol tarafda shu o'zining davlati doirasida egiz tam so'qqan. Chunki ular qaytarib hujumga o'tsa, butun ot bilan hujumga o'tkazga, otni to'sib olish uchun shunday cho'ng tam so'qqan. Bu endi uzun davomlashgan urush endi. Shunda ular g'alaba qilgandan keyin bular nayt kuchlanib ketdi. Bu Sedichinning ichidagi bu 5 baglik ojizlab ketdi. Shuning bilan Sedichinning g'arb tarafida, hozirgi Gansu atrofida, shu Gansuning sharq tarafida Chingizxon degan bir to'polonchi, cho'ng zo'migar, bu zo'migarning kuchi o'rlab ketib, qarasa bu Sedichinning ichidagi 5 baglik ojizlig'an. Shuning bilan u Sedichinning ichidagi 5 baglikka hujum qilib, 5 baglikni birdan o'ziga taslim qilib, ularning yasagan Sedichinni bir-biriga ulab, hozirgi Gansuning joyigan emas. Lanjuning neresi bor? Dunxon degan yermi? Yo'q. Tershuy degan shuyagichilik ulab akagan. Bu Chingizxon soqqan Sedichin degan shu. Qolgan davlatlar. Shuningdan keyin bu o'tir tizimlikdagi Xo'shalarning davlati Chingizxonning hukmronligi o'tadi. Chingizxon kim o? Xitoycha tarixlarda aytilishicha, u Xitoy emas. G'arbdan bir o'xshamagan millatlar o'tirisidan shalg'utib ketgan ashuladir deydi. Uni yomon set tillarlar arandim bo'lganmi deydi. Ashula bu tarixlari qarsa Chingizxon haqidagi nimalar ko'p. Ammo bu Chingizxon nihoyatda qudratli. Bu o'tir tuzlanlikni birlikka keltirib, shu 5-6 davlatni birlikka keltirib, tunji Chin sulolasi degan sulolani qurdi endi.
bu Çingizxon şunun bilan öz davlatini qurib tayyor bo'lgandan keyin bu Sadichinning ichidagi har qaysi begliklar G'ullaga teklif qo'yib, Çingizxonni bir qo'llab chiqarib bersanglar, biz sizlar yaxshi o'tsak deb, ondan keyin Çingizxonni yo'qotadigan dehqonlar qo'zg'olonni G'ullar uyushtirdi. Bu yerda o'tir tuzlardan chiqqan naiti botir bir dehqon bor ekan, ismi Lyuban. Buni Hun Tanrıqutni qo'llab, oxir Çingizxonni oldirib, Xan sulolasini qurdi. Lyuban Xan sulolasini qurdi. Bu Xan sulolasini qurgan vaqt miladdan ilgari 221dan miladi 206-yillik 100 necha yil davom qildi bu Xan sulolasi. Endi Xan sulolasi qurilgandan keyin endi bu Lyubanmi o'zi to'polonchi, bulonchi, ashunda bu chiqqan odam bo'lgandan keyin qarasa buningdek bu podshoh bo'lgandan keyin bir kimni bulab yursa to'g'dak, shunlashqa bu turib boylik nima ekan desa, saqli Hun tarafda ekan. Ashlarni bir bulaydigan bir xiyol kirib qoldi buningga. Shuning bilan bu Lyuban Xamudi degan shu. Miladdan ilgari 114-yili Jangchen degan bir kishini o'sha G'ullarning davlatining butun ahvolini egallash uchun jasus qilib tarimotsiga ratdi. Jangchen shu yerdagi har qaysi shahar davlatlari shu yerga berib ahvol egallaydi. Nüfus qancha, bu yerdan qanday mahsulot chiqadi, yerning iqlimi qanday, o'sha narsalarni bir savdogar tarafga kirib, ko'p qo'y narsalarni haydab berib, 7 yillik vaqtda qaytib keladi. Qaytib kelgandan keyin darhol Fujezi ismli bir o'zining qahramon bir sardorini Tarım vaziyetdagi shaharlarga berib, aloqa bog'lashga, diplomatik aloqa qurishga, qaysi bo'sh kelib qolsa shu yerda ko'ydirib, bulanishlik qilish, yo'qotishga buyruq qilib, Fujez deganni miladdan 97-yili Tarım vaziyetiga qaratdi. Bu Fujezi şu uni yerga avatgan vaqtda yana Vichim, Hochubin deydigan o'zining askar boshliqlarini o'sha Gansu atrofidagi, hozirgi Gansu atrofidagi, o'sha Sariq daryo vodisidagi G'ullarning shaharlarini bulan-talan qilishga avatdi. Demak, bu yerda bu urush nihoyatda jiddiy davom qildi. Davom qilib bir yerga borgandan keyin, o'sha Xanudi Lyuban o'zi 320 ming lashkar boshlab hozirgi Sanshidagi Daydingsan tig'iga bordi. Daydingsan tig'iga berib, shu yerda nima qurdi? Baza qurdi. Bu yerda baza qurib, endi G'ullar bilan men hal qilg'uch jang qilaman deb tayyor bo'lgan vaqtda Hun Tanrıqutining muosirasiga tushib qoldi. Bir vaqt uning xabar keldi, o xabarda qarasa nihoyat qo'rqinchli, shuning bilan o'zi otliq berib atrof qarasa, o'ng tarafida sapla oq otliq, sol tarafida qora otliq, yana bir tarafida jada otliq, yana bir tarafida sur otliq, 4 xil ranglik ot mingan Hun qo'shinlari sap bo'lib turgan, shuning bilan bu o'shidin ketib, bu xudini yo'qotib qo'yib, bo'ldi biz kelishim tuzaylikda
Hun Tanrıkut'u, Batur Tanrıkut'unu nemge çakırdı. Söhbetki çakırdı. Şimdi onun bula söhbetki katılıştı, söhbetleşti. Bu söhbet aşı beydin sen teğide buldu. Bu söhbette Han sulalisi bunundan keyin hergiz sendichinden o'tmaslikka. Har yili Hun Tanrıkut'uga olpan tilab turishga, olpan degan bosh va'da berdi. U qanchalik desa 5000 taga oshliq, 100 000 top ipak, 100 000 kup bo'za. İçimlik varak. Muşu kelindi. Muşu narsani topshirishga va'da qilib ekan. Shuningdan keyin bu kelishim tuzilgandan keyin urush to'xtaydi, tinchlik boshlanadi. Endi biz muşu voqeadan shuni bildikki, o'sha Turkiy xalqlar, masalan, ular hech qachon o'zi urushgan bir millatning zaminiga kirganda ojiz uruq, qari chura, yetim yesir bolalarni qilmagan. Ular butunlay aslında qo'lida quroli bor, eng yomon lukchakni, hatto lukchakning lukchigini davlatning podishosini oldi bilan podishoni qurishib olib, ashuni tutib olib, andiki shu podishog'ini taslim qilgandan keyin andiki o kelishim tuzib, u hamma nimaga taslim bo'lgan, va'da bergan, biladigan narsani biladigan bo'lgan, shuning bilan bu urush to'xtagan, tinchlik bo'lgan. Demak, Uyg'urlarda bir gap bor-ku, o'g'il tutsang cho'ngini tut deydigan. Shu vaqtdan qolgan gap bo'lishi mumkin. Endi Turkiy xalqlar shu urush qilsa oldilar, hargiz bu pasport siyosatidan o'g'illar kar yo'q. Sap podshosini shu boshlig'ini shuni tutgandan keyin masalani hal qildi ekan. Şu bundan başlangan iş bu endi bu. Qirg'inchilik qilmaganlar, ha? Endi Barbarian degan gaplarmi? Yo'q gap. Yo'q gapda. Yo'q gap. Bu Hunlar, Türkler hammasi yovvoyilardi, madaniyatsiz degan hammasi yolg'on. Zaten madaniyatni kim yaratgan? İcat qila olgan odam madaniyat yaratgan bo'ldi. Yetishgan kashfiyotni shu Hun davridan boshlangan. Bu temada bunu bu yer so'zlaydigan tema emas. Buni biz keyin yana fursat Bayram tema qilib, madaniyatni qanday yaratgan, kim madaniyat yaratdi, buni biz qayta so'zlasak bo'ldi. Endi men nurg'un tarix kitoblarini o'qidim, Xitoyninkini o'qidim, uninkini o'qidim, Ta'turninkini o'qidim, o'ngninkini o'qidim, Urusninkini o'qidim. Ashlarni o'qib, bir-biriga selishtirib, andikin o'zim tadqiq qilib, arxeologiya orqali shuning isboti yo'q narsani men hisob qilmadim. Men hozir so'zlayotgan narsalarning hammasining arxeologiyalik isboti bor, asaratik isboti bor, isbotsiz gap yo'q. Endi biz Han sulolasidagi davrdagi urush shunda oyoqlashdi. Han sulolasining podshosi Dubangni Beydin senterida tutib olib, uni va'da bergandan keyin tinchlik boshlangan. Advini berganda tinchlik boshlangan. Ham undan keyin bu Han sulolasi gumron bo'ldi. Bu davlat butunlay yo'q. Chunki bek yo'qolib ketgandan keyin ular mavjud bo'lib tura olmaydi ekan. Ammo Han sulolasining shu fuqarolari ham o'rda odamlari ham askarlar ichida to'polon qilib, ya biz zodi Hun degan bilan urush qilmaymiz. Qataqas qilmanda. Lubang tashlab etib, bular Xina Loyangga ko'chib berib, Sharq Han sulolasini qurdi. Shuning bilan G'arb Han sulolasi yo'q. Sharq Han sulolasi boshlandi. Bu endi miladdan burun 111-12-yilda bo'lgan ish. Sharq Han sulolasi qurildi. Sharq Han sulolasi qurildi miladi 25-yildan 220-yillargacha.
Muşu yıllarda Şerxan sulalisi var. Endi muşu Şerxan sulalisi kurulgandan keyin yana Ullah'a qarşı qaytadan urush boshlaydi. Shundoq shiddatli. Bular o'chirish kirishganda, bular Bencho degan birisini u ham yozuvchi, ham tarixchi, ham askariy qo'mondon buni shu Tarim vodiysiga degan, shu Tarim vodiysiga qo'shin tortib hujum qildi. Bencho keldi, Shidu Xupu qurdi degan gap shu sherdagi ig'vo. Ammo u nari qurganligi hozirgisilik bizga nima emas. Endi Bencho shaga Tarim vodiysiga berib urush qilgan mezgillarda yuz bergan butun tarixiy voqealarni Xitoy tarix kitoblaridan biz ko'ra olamiz. Uningda 3 qatim echilish, 3 qatim yepilish degan bir tema ostida bu tarix so'zlanadi. Buni oson topqili bo'lmaydi, ammo topqili bo'ldi. Buni Santung Sanjue deb ataydi. Bu Xitoy tarixlarida bor, tarix kitoblarida. Oson chiqarib bermaydi, lekin naytdi qat'iy qilib assanglar, Santung Sanjue deb assanglar, shu yerda bo'lgan urushlar 3 qatim berib, 3 qatim yo'qolganligi, 3 qatim berib, 3 qatim yo'qolmaganligi qaytib kelganligi. Bu yerda turolmaganligi. Hemsi bayan qilindi. Mushuningda bayonni bor, o'zining kitobida bor. Shu kitobning nomi esingiz bormi? Ay tarixning qanday tarixdan siz Santung Sanjue deganni ochsangiz deb turdi. Santung Sanjue. Bu Hanvudiyni Xitoy tarixchilar nimaga ko'tarib maqtaydi? Endi uni ko'p ko'tarsa, u nima adamdi desa, uning qarshi tarafidagi odamni qandaq tuvan tez ko'radi. Endi bu Xitoy tarixchilari yolg'onchi degan shu. Ular turibdi shu bigada-bigadasini maqtaydi emasmi? Maqtab ketadi. Ve hozirmi ko'ryapsizlarni turibdi bir odamni maqtab ketgan. Uni xuddi osmondan tushganda maqtaydi. Amaliyotda unday emas. Endi bu shu yerda bek materiallarni bir-birlab echib so'zlaydigan vaqt yo'q. Endi shu Xan sulolasi bilan Hun tanglikda o'tirsidagi urush o'shinchilik. Ikki Xan sulolasi bilan Hun tanglikda Ullah o'tirsidagi urush asosan o'sha 200 yilning ichida 170-80 yil ichilik hammasi urush bo'lgan. Urushning natijasi oldin Xan sulolasi gumron bo'lgan, uzilib-kesilib yo'qolgan, keyingi Xan sulolasi uning vaqti 100 necha yil butunlay Tarim vodiysi bilan urushib tugagan. Endi Xan sulolasi bu tarixdan yo'qolgan, u yo'q bo'ldi. Ullacho qattiq zaxirlangan, necha parchalangan. Urush degan yomon. Necha parchalanib, Gansuda qolganlar, Tarim vodiysi qolganlar, Tarim vodiysida, yerda qolganlar, yerda bo'lib, oxir bular Ullah ikki Hun bo'lib, G'arbi Hun, Sharqi Hun bo'lib, G'arbi Hunlar qarab baqsa bu sharqda sap urushyapti, matraga ma'maymiz deb G'arbga berib, Rum imperiyasini o'ldirdi. Bütün Avrupa'nı şu G'arbi Hunlar olgan. Atilla'nın. Endi yana shu bir cho'ng topibdi. Xan sulolasi bilan Hunlarning o'tirisidagi urushning butun jarayoni shundoq dahshatli urush, oqibati shundoq. Xan sulolasi gumron bo'lgan, Hunlar ikkiga parchalanib, qaytadan
çoğun devlet olup şekillenip başka devletler bilen muamele kılış iktidarını yo'qotgan. Bunday ahvol ostida Türkiye xalqlar qaytadan Türk degan bayroq ostiga ergishib Türk xalqligini qurgan. Bu miladi 6-asrdagi ish. Ya bir şey de bu sorudan soralım da. Bu bize men hazır bildiğin bizdeki yazma hüccetlerimiz mevcut taşta. Bu Köktürk Hanlığı vaxtında yazılgan belki kalan Gültekinler. Hem de Hun tarihinde biz yazık kullangan mı? Şununla ait birer bir paketlik bir hüccetle biz Hunlar tarafından kıp kalan birinin var mı yok mu? Hem de sizliğiniz şu Türk, Uygur halkları devrinde mevcut tiklengen, tarihler yazılgan, açık savaklar mı yazılgan, yaxşı açık savaklar yazılgan, bizim tarihimiz yazık bile yazılgan. Onundan ilgili Hun devrinde yazık var mı yok mu? Bu tekçe tarihçiler nemi kıvatkan, tədqiq kıvatkan iş. Çünkü bu yerda Han sulalasi bilan bo'lgan urushlarda o'zaro elishgan xatchaklar bor deydigan bir gaplar bor. Anda Hun nima deb yozgan? Hozir Hun qandoq yozib yozganligi bu narsa bizga toza ayon emas. Bu vaqt yakun yo'q. Endi Hun degan bek uzun tarixni eslatadigan bir millat bo'lg'achqa bu endi qiyolarga chekilgan sızıqlar, belgeler, her xil resimlik belgeler aşılar var. Muşu belgeler hemisi bir meselini sözleydiğen, hikayeni sözleydiğen bir nesli buluş gerek. Bu yazık mitti, ne mitti? Bunu dahi tilşünaslar yakın çıkamdı. Şundan ilgili yazık var mı degan masalaga hamda aynan beradigan javobim shu. Ammo yazık bo'lmasa belgi bor. Bir voqeani bildiradigan belgi bor. Yoki paloyatdan bo'lib ketgan, qanday bo'lib ketsa ya bir tugish tegib qo'ydi, yoki bir siziq qo'ydi. Shunda bo'lgan. Ashuni tadqiq bo'lgani yo'q. Endi biz şu Xo'sha degan millat Türkiye tillik, Türk tilida so'zlaydigan xalqlar bilan urush qilgan dedik. Şu millat qurgan davlatli bo'ldi ekan, hammasi biz bilan urush qilgan, shu Türkiye tilida so'zlaydigan xalqlar bilan urush qilgan. Bu ham biz ham Hun urushini dedik. Endi yana bir urushni qisqa deprem. Bo'ldi. Yani birisi bu ikki Han sulalasi tugagandan ular 3 davlatga qarshi ketib, Sango ketib, bir-biri bilan urushib, hech buningdan bir birlik degan narsa yo'q. Eng oxirida Süy sulalasi degan bir sulala qurildi. Bu sulala aran 30 necha yil davom qildi. Bu sulala qurilgan kundan boshlab Türk xalqlariga qarshi urush qilgan. 26 yil urush qilganda andikin yana taslim bo'lib, va'da berib, bitim tuzib, andikin tinchlik davom qilgan. Bunun jarayonini jiq so'zlashmo vaqt yo'q. Shu qisqartirib so'zlaydigan bo'lsak, hamda shu Süy sulalasi shu 518-yili qurilib, 20 necha yil bo'lganda 616-yili o'sha Süy sulalasining
padişahı Süyangdi. Bunun ismi Yangcenken. Bu Türk xalqı bilan bir hal qilg'uch urush qilishni planlabdi. O'zi poytaxt Chang'andan lashkar tortib Yemen degan bir harbiy bazaga berdi. Bu Yemen yanala shu hozirgi Sanshi atrofida. Bular urush qilgan turk xalqi qandoq turklar? Avayam dedik, G'ullar ikki parchalangan ekan. Bu shu Hun davlati tavasidagi turkiy tilli xalqlar hammasi Türk degan bayroq ostida uyushib qurgan bir turk qolganlar. Bu milodi 552-yildan 744-yilgacha davom qildi. Köktürk xalqı. Ha, shu. Bu Türk xalqi shu bunun asli esa o'tgan nimalarda aytib o'tgan. Bu Nemishqa Türk deb atalgan bu Hun demak esa bular shu Oltay tog'larida yashagan. Ularning kelgan tumg'i chuqchuyib turgan mazmun Oltay tog'larining cho'qqilariga o'xshaganligi uchun bularni Türk deb atagan deydi. Yeni bir esil rivoyat var. Bu Türk haqqalığının oğlu Quyosh Tangrining qizini bilan to'y qilgan. Shuningdan keyin bu Oltay tog'larida o'tni ijod qilib, shuning bilan kishilarning isinish masalasini, sovuqdan mudofiya ko'rish masalasini hal qildi. Shunday qilib qolmay, balki madan tavlab, temir, mis yirtib, uning bilan har xil asbob yasaydigan, qurol yasaydigan shunday davr shu yerda boshlangan ekan. Bu turklarni temirchilar deb ataydi. Xitoy tarixlarida. Bu rivayette deyilmez. Hani benim devatqanim rivoyat. Ama Xitoy tarixlarida muşular zade madan eritgan xalqmi mushu. Hani onun yerimi rivoyat, yerimi rost. Rost. Hani şunlaşqa Xitoy tarixlarida bularni temirchilar deb ataydi. Temirni muşular dastlab madanni eritganlar muşular. Sanat degan gapda o zaman. Shu. Rivayet degandan keyin asosli Rivoyatnimi hammasi yolg'on emas, bundan azroq asosi bo'lmasa uni to'qilolmaydi. Maymundan to'ralgan bo'rining avlodi degan gaplarni hammasini O'tgankida bo'rining nemisini hikoyasini aytdik. Ammo endi shu temir tavlash, mis tavlash sanoatni boshlagan bir xalq bu turk xalqi. Adık siz degan suyu sulaltısı bir tam sulaltısından burun değil mi? Burun. Xan sulaltısından keyin Xan sulaltısı qilamaga işte biz qilamiz deb maylisiga urib chiqqanlar qurgan bir sulala aran 38 yilmi 36 yil davom qildi. Bu shu eng oxirgi 3 yilda tinch bo'ldi. Shu turklar bilan urushib yana shu nimada Yemen tig'ida bir kelishim tuzdi bular. Buni Yemenjivi deydi. Yemenni muasir urush qilish deb ataydi Xitoy tarixlari. Va izdisi Xitoy tarixlari chiqdi. Mushu voqea endi. Buni hozir inchiklab ko'rsa, odamni ozdiruydi. Rastni yolg'onni rost qiladi. Diqqat qilib ko'rish kerak. Endi bu shu Suy sulolasi bilan Turk xalqligi, ya'ni Suy podshohi Yangjan bilan Turk xalqini ishbara qilgan o'rtasida bo'lgan urush Yemen degan joyda, hozirgi Sanshida bo'lib, shu yerda bular muasir tushib qolib, undan keyin shu Suy sulolasining podshohi ularga qaytadan va'da bergan. Bundan keyin hargiz sadisinden sirtqa chiqmasqa
Her yili olpanını del vakti tülep turuşka nimdirdi. Şimdi ona iş para kalan muasırını boştudu. Bitimdiği için 3 yıl içinde tinişlik nimdirdi. Ama suyu sularısının iktisadi gülünenmey bu suları tügeydi. Kur'an'ka ben birinimden sonra kaydayım mı başlandı? Bu şu Türk tarihinde Kürşat var. Bu şu Türk yaşlarınınki gurur hep bildiğin kahramanı. Tanteyizm'e karşı birinci Türk, Köktürk devleti çıkılgan dikin bula esir olup Xitay'dan saraydı qo'zg'olon ko'tarib mağlup oldu ama tamını qattiq qo'rqitib o'tgan birinin ifodaydi. Bu ishni Xitoy tarixchilari qanday yozadi demoqchi. Men sizga hozir so'zlayotganim suyu sularisi davridagi urush. Endi o Tang sularisi davridagi urush. Onun mazmuni sal boshqacharoq. Endi shu suyu sularisi qanday qilib mag'lub bo'ldi? Suyu sularisining o'rniga Tang sularisi qurildi. Tang sularisi kim qurgan? Bunun avlodi qurgan. Buni aşı Türk işbara qilgan, urush qilayotgan vaqtda suyu sulalisining ichki qismida qo'zg'olon uyushtirgan. Shu uyushtirgan qo'zg'olonning kuchi ayada bo'layotgan urushning kuchidan cho'ng bo'lgan. Mana bu suyu sulalisi aldirilgan ekan, Tang sulalisi qurildi. Endi sizning so'ragan savolingiz bu Tang sulalisiga doir masala. Bu Tang sulalisi bilan Tang sulalisi kurulgan mezgillerde Türk kakallığı tek var. Onun olan mı azırak bir yirikçilik boğan. Bu kandak boğan ise bu Tang sulalisi mi Türkiye tilini sözleydiğen kişiler kurgan. Bular Nemişki ismini Xitayçı koygan ben okumayman. Ben şu bizim üniversitede okuyan vaqtda şu Tang sulalısını kurgan adamın bir ismini bir yerde kürüp kalgan. Şunun için o kitabını tapamadım ben. Divan kurgan. O 80 yaş bu 10 yıl içindeler 80 yaş girip anikin oğluğa okuma küsbegen diken bu oğlu başkurdu Lişimin Tang Tezon. Bu Lişimin kandak bolgan dese bu Xitay için intayin yaxşı öğrengen. Onun bütün dostları adette oğu çıkıdığan, şikar kıttırdıgan, bilgi yürüdüğün adamlar hemiz Türk dilinde sözleşilgan. Aşı şeyinde. Ama bu bilmeyen de Xitaycı bilimin intayin yaxşı. Xitaylarının aşı 36 yılı deganning hammasini intayin yaxshi o'rgangan. Mikoh ekanda. Shunday yaxshi o'rgangan. Bu shundayki yaxshi o'rganib, nayte nima bilan Türk qag'alligi bilan bo'lgan urushlarda ana jiq hillarni ishlatib ketdi. Hillarni ishlatib, deslab qanday hil ishlatdi desa, bir cho'ng urushqa o'zining 100 ming kishilik qo'shinni, ojiz qo'shinni o'sha qo'yib qo'yib, Türk qaqalligiga aşağı berib, men hujum qilaman deb o'zi xabar berib, Türk qaqalligi kelib shu qo'shinni, shu bazini qurshab, uni hammani yig'ishtirib qo'ymay hammani o'ldirdi. Tüytüydü, qilib Emniyette bu bütün harbiy kuchini undan boshqa joylarga, Gansu'dagi yerdagi hamma yerga chechib etgan buyruq qilgan. U yerdagi jangda shunda cho'ng g'alaba qildi. Bu g'alaba Türk xalqiga kelmaydi. Xabar uzilib qolgan o'tirdi. Hamma xabarni uzib etgan. Hozir internetni to'sib etgan o'xshash. Aş xabarlarning hammani uzib etib, Mesaj manfaatida. Manfaatda. O hech kimni xabarsiz. Shuning bilan bu Tang Tezon mag'lub bo'lgandan keyin uni nimaga chaqirdi? Suhbatga chaqirdi. Shuning bilan g'alaba qilgan bu
bu kalgan magro verip oturup bununla sözleşip bu yana ikki bunun dinkin bütünlay Türkiye halklardan dostluk bitiş herkes uruş kılmaslık kelişimi imzalaydı. Ama makul deydim. Şunun bilen bu anda muasırını boştup özü aşı şimaldaki Irak caylardaki Türk yurtlarına karab mangıdı. Emniyette bunun Gensoyo, materatlardaki koşulları hemsi mağlup olgan. Bunun fakat haberi yok. Şunun bilen yolda ketayotgan vaqtda nima Tansularısı setip algan jasuslar şu nemini o kalganını tutup berip Tansularısı akildi. Demek bu acayip bir yaman hile. Demek siz diyen muşu devirdiki uğraşta hem de Tantez'in özü Türk dilini sözleşidigan özünün ecdadımı Türkiye dilli halk. Ama bu Süy sulalısının nemisi de, muharifı da terbiyelip Türkiye halklardaki batır ama Xitay'daki intayın ilger. Süy sulalısıdaki ilger. Manda bu yetilgen. Muş jarayanda hem de Tan bilen Türkler oturысы da gerçi bula bir halk bolsunmu bu ben alemni men sorayman. Seni men özemi qo'shib olaman deb, "Avmu men mani qo'shib olaman" deb ikkisini o'tirsida menmenlik qilib bo'lgan urushlar. Bu halqa xalqlar mullarning o'tirsida urush emas. Qarindoshlar o'tirsin. Amanda bu çiş tilini çişlep algan. Bunda işler. Bu hem de oturup kıstırıpla sizge dep koygan. Doğru. Bir cevap hem de. Bu özüm bir top yapıp gitgandek duruşum var. Hem de yeni bir sual koytaylı. Uygur degan isim to'g'risida degan bir savol bor ekan. Hani biz o'tgangi suhbatlarimizda Hun degan shu Batur Tangrining o'g'li degan ma'noni bildirdi deb ular o'zlari shuna deb qaraydi. Ammo Xo'ja degan millat ularni Yavuz degan bildirdigan xat bilan shung deb yozdi. Yani bu başka gap endi. Hem Türk degancha olgandiq, bu shu Altay tog'larining chuqchiyib turgan mazmut cho'qqilariga o'xshaydigan bosh kiyimi bo'lganligi uchun Türk deb atalgan degan gap endi shu uzundan buyon mavjud. Aniki yana bir ismi endi madan tog'lari. Tümür eritkiçi, yani buna çoğun medeniyette bu Türklerinin şunda. Hem de şunun keyin Uygur halkı kuruldu. Yani Uygur halkı kurulgandan keyin bula bu Hun Tanrık'ta Türk halkıdan keyin 3. qatam Uygur degan nam astiga uyushib kurulgan bir devlet. Hemisi Türkiye halklarının devleti. Bularga tercüman ketmeydi o oturda. Bir-birini o'xshaydigan, hemisi Türkiye tilini so'zlaydigan halklar. Endi mushu xalq, bu Uygur xalqi miladi 744dan 840 davom qilgan. Mushu jarayonda endi shu bular Ütken Tepe degan bir tog'da, hozir Mongoliyadagi Qangay tog'lari. Shu yerda bir intayin muhim strategik o'rnida muhim bo'lgan bir tog' ekan. Shu yerda bular baza qurdi.
devlet kurdu desek buldu. Şu şehri kurgan. Endi bu yerda na çoğun şehirlerini sağan. Şehir degende kıdım Uygursuda bağlık deydi. Ordu bağlık, paytaxt degan gap. Qut bağlık, Bext şehri, Bextiyar şehir degan şehir. Andiken Qunchuy bağlık, Melike şehri deydigan şehirlerini sağan bu yerda. Şu hemisi Urqu Vadisi'deki yaylaqlarda bo'lgan qurilishlar. Mesela bularning doirasi şu Urqu Vadisi'deki Qamay tağlarından issiq ko'lgacha bo'lgan joylarni o'z ichiga oladi. Ya'ni Tuva davlatining shuning ichida. Yani bularning yetakchisi Iltabir. Iltabir degan elni terib birlik keltiruvchi degan gap. Qadim Uyg'ur tilida shu xonning o'zining ismi shu. Endi mushu xonlikni qurgan kishilar o'zlarini Uyg'ur deb atagan, o'zining davlatini Uyg'ur davlati deb atagan. Endi mushu Uyg'ur degan zotni nima deganni keyin tarixchilar ko'p tadqiq qildi. Buni rus olimlari tadqiq qildi. G'arb olimlari tadqiq qildi. Bu yerda men bundan bir necha misol keltirib qo'yay. Birisi rus olimi Radlov qudrat qo'pillik uchun yozgan kiri so'zida Uyg'ur degan birlashganlar degan ma'noni bildirdi deb ma'no bergan. Endi Abul G'ozi bu 17-asrda Türk Şecerisi degan kitobida itoat qiluvchi degan ma'noni bildirdi degan. Bende biroq nimidan diniy jihatdan bu islomda namoz o'qiganda cho'qim imomga iqtido qilgan ish, boshqa shu iqtido qiluvchi itoat qiluvchi degan ma'noni bildirdi. Bu diniy jihatdan bundoq yashgan. Endi İskender Zulkarnaynchu bu Türk Tillar Divanı'nda aytilgan bir hikoya. Bu İskender Zulkarnayn miladdan ilgari 3-asrlarda kelgan ekan. Shu vaqtdagi ism endi bu. Yani bu keyingi ishlar bilan qanday bo'lmadi, buni endi bu tarix deganda ba'zi rivoyat shakli bilan bo'ladi. Buni toza aniqlab bo'lmaydi. Yani İskender Zulkarnayn kelgan vaqtda uning oldiga 4000 askar chiqibdi. O degan butun dunyoni bo'ysundirgan odamda İskender Zulkarnayn. Makedoniyalik. Yani şu hamma dunyoning hamma yerini bo'ysundirib, shu Uyg'ur eliga kelgan vaqtda 4000 askar uning oldiga chiqibdi. Bu askarlar shunda qaraydigan bo'lsa, bular ot ustida shundoq chaddas, o'qiyani oldiga qandaq asli keynigim shundoq atalgan, yong'ini shundoq atalgan, otning shu qo'soqlarga yepishib olib etishayotgan, buni ko'rib, buni Xo'z Xuranda debdi. Bu Xo'z Xuranda degan so'z o'zining nemini o'zi tep yeylaydiganlar. Bir kimga bo'zak bo'lmaydigan, mandaq ekan bu degan ma'noni bildirdi ekan. Bu shunday deb bular bilan biz urush qilmaylik. Bular bilan ittifoq tuzaylik deb shu İskender Zulkarnayn Uyg'urlar bilan ittifoq tuzib, shundan keyin bu Tarim vodisida İskenderiya selgan deydi. İgiz tam sepillik imoratlar. Mesela Kocaoş Turpan Ediqut shahri degandek Xotandagi Kirovanda bir shahar var, Xotanda bir shahar var. Aksutar ekan bağlı. Baba. Şunda
bu şehirlerini İskenderiye yapıda. İskender devrinde kilişim tüzüp Uygurlar mı şu İskenderiye'ye okşaş her bir şehirde çoğun sipil sokup, paytak sokup öz devletini mandat müstehkem başkuruş şu vakti boğan diyen gap var idi. Tarixda aşılardaydı. Yani bu İskender'in aytışı bu Uygur degan özünün nemini özü tepyalaydigan, bir kim bozak olmaydigan, özünü özü bakalaydiganlar ekan degan ma'noni bildirdi degan bir tabir var. Endi Xitoyning tongnomasida aytilishicha nemeden şu çedirlik ordadan Uygur halkı tarafından bir elçi kelib bizning ismimizni mundaq yozsa deb bir ikki xatni ko'rsatib qo'yibdi ekan. Bu xat qanday xat ekan desa, shunqordek parvoz qilg'uchi degan ma'ni bildiradigan ikki xitoy xat ekan. Qo'yxu deydigan. Şu xat bilan yozishni o'qitgan. Keyin yana shuni bir mezgil qo'llanib, keyin yana azroq bir o'zgarib, parvoz qilg'uchi deganni azroq o'zgartiradigan qandaq lachin emas, sal tuvaroq bizning ismimi shunda bir xat bilan qildigan qilib qo'yibdi. Endi bu tangnomidagi gap. Endi O'g'iz nomida O'g'izxon o'zini men Uyg'urning haqoniman. Uyg'urning xonimi. Demak, O'g'izxon o'zini men Uyg'urning xoni deb atagan. Uyg'urni shu O'g'izxonning shu vaqtda bergan ta'birida 10 tal yog'ochni ele ham bunda sundirib ketib, buni hammasini ayrim qilsang sunib ketadi. Hammang bunda birlashsam sundirib bo'lmaydi. Mushundaq uyish kerak deb O'g'izxon bir nasihat qilgan. Demak, shu bo'yicha Uyg'urlar shu uyg'uchi uyib qolgan. Uyg'ur degan Uyg'ur uyib qoluvchi. Uyg'uchi degan ma'ni bildirdi degan ta'birlar bor. Endi bu Uyg'ur deganning ma'nisi deganga mening bildiganlarim shunchalik ekan. O'g'izxon nomidan keyin lekin shekilli umumlashdi degan ma'noni tushundingizmi ya? Shundan keyin hamda Uyg'ur deganni ba'zilar undaq deydi, ba'zilar bundaq deydi. Endi Uyg'urlar o'zini ba'zilar biz birlashganlar deb ataymiz deb qabul qilgan. Ba'zilar shu uyib qoluvchi degan ma'noni deganni qabul qilgan. Endi Uyg'urlar o'zimi buni qabul qilishida azroq farq bor. Endi boshqa millatlarning bizni tushunishidimi azroq farq bor. Bu endi barbara bir nega to'g'ri keladi bir yerga. Agar shu Uyg'urcha deganda uyib qoldi bo'lsa, buni yaxshi gap. Shuni demoqchi bo'lyapti. Uy deganni obdan tushunsa ekan. Shu menma shu gapga nihoyatda xo'sh endi. Vaqtimiz Vaqt endi shu 50 minut, 56 minut bo'ldi. Ammo davomlashtiravering bu. To'xtam. Bu yerda bu yaxshi bir temani vakil savollarning ichida sandichining ichida Ko'rganlarning vaqtini biroz ep qo'ygan bo'ldi. bo'ldi. 15 minut. O 15 minut ketmaydi. Ha, azmi. Onun nihoyatda oz bizim digil bo'ldi. So'zlaring nihoyatda qizlar o'zim bek qiziqib qoldim. Benim ko'rganlarım shunday qiziqyotdi deyman. Endi vaqtinglarni biroz oldigan bo'ldik. Shunday olsa mencha endi Qurbon akamni yana bir akilib bunda qimmatli suhbatlarni o'tkazish uchun ozroq tayyorlik qildi. Shuni sizlarmi birdan turib bergan bo'lsam, biroz davom surgan bo'lsa. Rahmat. Endi men shularni Aldirma. Endi bir necha minut ortiq qolsak bo'lmaydi. Ya bir necha so'zlar bering.
Şiyanlik piramid. Nima ko'rurmanlar hozir kommentlarimizni davomlashtiraylik deyapti. Ben Şia'da okugan. Hmm. 72 yıldan 75 yılın ahırlıçılık, şu 4 yıla yakın Şia'da okudum. Arkeologiya okugan. O Şiyan degen 11 Xitayning aytishicha 11 suloli poytaxt bo'lgan ekan. Bu yerda asoratiqlar intayin ko'p. Bizga hamda har bir davrning asoratiqlarini intayin tafsili tushuntirgan. Yani şu bizga esqatdi, şu payda qildi, şu payda bo'ldi hamda. Shuni bilib olganimiz g'oyatda yaxshi bo'ldi. Ham shu Şiyanni men shu o'qigan mezgillarda yani piramida bağlığını anlamagan. Ya bizden yuşurdu. Ya bo'lmasa bizning muallimlarimizni bilmaydi. Yani bu naydı burunqi ishga. Bu piramida degan buningdan 3000 yil burunqi ashundaq shakl. Undan keyin undaq shakl qurilmagan. Unda qurilish bo'lmagan. Mana shundaq tik tog'ning uçluk tog' şekillik imaret. Yani bu asasen kavret. Bu endi fakat şu Mısır'da var, şeyler var, başka yerde bağ degenini anlamagan. Ama şehirde bağlığını anlamagan. Keyin biz bunu anladık, onun resimini koyduk, kişiler şeyi berip, şimdi tatka resimlerini koydum. Ben bunu işendim. Mısırniki o'xshamdi ekan. O'xshaydi ekan. Ha, nima Checheniysa deyapman. Nima tarafga borgansiz? Undaq cho'ng emas, ammo shunga o'xshaydigan piramida ekan. Ben piramida gipinizda atladım. Ben işte Meksiko'ya bakanda işte piramidler baktığında böyle piramida deyken Mısır'daki o'xshamaydi. Şu yer eslama dünyada işte Mısır'ınkiga o'xshaydigan nima yo'q degandek bir gaplarni qilyapti. Yani toza ismni ham shunday Endi bu piramida degan gap endi shu buningdan 2-3 ming yillar ilgirki aşkıl qurilish, aşkıl mazar. Odam tug'ilgandan tortib o'lib ketishlik o'zi yeni bir dunyoda qanday yashaydiganligini tayyorligini qilgan. Shuningga qilingan eng muhimi podshohlar tayyorlagan qurilishlarda o. Yani bu endi o da uçluk aslında qurilishlar endi buni bağlığını g'alga ishondim. Ama men keyin Şiyaga bir berishni o'yladim. Onun faqat fursat bo'lmadi. Basam buni yani tabalaytdim. Endi basam tabalaytdim. Ama oson emas. Ben Türk medyasından gördüğümde bir Türk tadqiqatçı bir keş Kırgız'ı azrak yerini gösterip şikirler kirişke devlet ruhsat kılmadı. Şunu oldu bir resim döküyordum. Bu manaslarının ki atı bu Oğuz Han'ın resmi dedi. Kalan işkirler kirişimizge ruhsat kılmadı. Eğer onun içine girip tekşiriş ipirlik varsa bizim tarihimizin kayıtını izleşi mümkün diye parasını oturup koyuptu. Bu piramidanın, Şiyan'daki piramidanın resimlerini koygandan keyin men Vengriyada bazı mutaxassislar bana bağallar so'zlab berdi. Shular beribdi, xali ishkirlar kiribdi. Ishkirlar deganlarga rasm tortqizmoqdi. Sirtdan tortgan rasmlar bor ekan. Bu rost piramida ekan. Bu rost tarixchi bo'lganligi uchun uni taniydi ekan. Bu Xitoy emas deydi. Endi o'shunda piramida bor ekan. Endi buning yilini qachon biz buni o'qimaymiz, buni ko'rmadik. Ko'rsak shu tajribalarga asosan mandaq bo'lishi mumkin degan tarazini o'tirib qo'yilib bo'ladi. Hozir endi uni o'tirib bo'lmaydi. Ammo piramida bo'lsa, u faqat shu un tanqiti bilan Sadichinning ichidagilar urushgan davrlarda yoki shuningdan keyingi davrlarda yerda shu Xo'asha degan millat davlat qurmagan davrlar yomon ko'p. Shu davrlarning birisida shu turkiy tilli xalqlar yashagan, shularning zamini bo'lgan, shular piramida qurgan.
Hani o piramidanın Uygurca ismi var yok mu degan masalani men shu vaqtda jiq izlendim. Ama bir paraz var, bir sizlarga qo'yib turadigan bir foydalanadigan bir uçur var. Ay Vengriyada bir mutaxassis meni Vengriyadagi asorat yig'larni ekskursiya qilg'izib, yo'lda ketayotgan vaqtda yo'lning bir tarafida yiroqda bir igiz tog'dak aslida cho'qqilarni ko'rdim men. Ko'rib ashunga diqqat qildim. Diqqat qilsam, sen aniga diqqat qilyapsan, men ko'rdim. U qo'rg'on deydi. Bu nima degan gap ya? Sizda qo'rg'on degan gap bormi o'zi? Biz uni qo'rg'on deymiz. Moza bu qadam qilmoza deydi. Ben moshina endi Şu piramidalarni biz piramida deb atmay, shuni qo'rg'on deb shu vaqtda atgan bo'lishim mumkinmi degan bir xil farazim bor. Uni foydalanish uchun qo'yib qo'ydim. Endi biz endi vaqt mo'jib qolmabdi. Nima deb o'taylik? Bir xulosalaydi. Endi 5-chi savolimizga bir qisqa bir javob berib deb shundan yaxlashtirsak. endi mana bu yerda Uyg'urlar Cumhur millatlarining bir qismi degan gap yomonchiq. Endi Cumhur millatlari desa, Cumhur Mingoni kim qurgan? Sunjunsan qurgan. Shu Sunjunsan qurgan Cumhur Mingo 1912-yili qurilgan vaqtda Cumhur Mingoning shu davlat bayrog'ining qizil, sariq, ko'k, oq, qora degan 5 ranglik belgi, 5 rang 5 millatga vakolat qildi deb o'zining tushundirishi bor. Bulardir. Bular kim? Bular Xitoy, Manju, Mongol, Tibet, birisi Xuyzu. Tunga. Bir yerde Uygur yok. Demek Cumhur Mingo deganning ichida Uygur yok. Bu Sunjunsan qurgan, bu Xitoyning davlati. Ama Cumhur Xalq Cumhuriyati qanday qilib Uygurni shuni ichida qanday almashtiryapti? Tungan bilan bu Uygurni nima ish qilindi? Almashtiryapti. Bu din endi Tunganlarni İslam diniga e'tiqod qilgan boshqa, ularni Xuyzu deb atag'achqa, shunlashqa buni Xuyzu deb atib olgan. Bu Xuyzuning ichiga bizning qaytib olgani bu menimcha bo'lganda to'g'ri emas. Şuna o cankeşimi bizni setimizni itiraf qilmay Xuyzu deb Xuymin degani shu bu. Shu, mana bu 34-yillar mı? Ben okugan materyalda Tayvan'dan hem de Gomindan bilen Gungzan'dan o taraflarda birleşip ketdigancha ular uyuşqaq keldi. Bularning tushuntirishicha o Xuy deb olgan edi. Yani şu vaqtlarda da Uyg'urlarmi shu Xuyning bir qismi degan. bu yerda nima bor endi? Bu haliqi Sunjunsan davrida Xuyzular shu 5 millatning 5ning ismi bor. Endi 1928-yili Jangayshi huquqni qo'lga olgandan keyin ular millatlarning chegarasini qalaymaqon qilayotgan. Qalaymaqon qilayotgan. Bu Gomindanning ishi endi bu. Bu nima qilgan desa, Dog'ur, Ilinchun, Evenki, Shiva, Tuja, Yugur ularni asar qilgan Mongol millatining ishiga qaytib etgan. Mongolning tarixi deb qaytib etgan. Uyg'ur, Qozoq, Tojik, Tatar, Qirg'iz, O'zbek, Dungshan, Salar, Boallarni Xuyzuga qaytib etgan. Musulmonlar deb atib olgan. Bu yerda millatlar chegarasini mana qalaymaqon qilib deb olgan gap. Endi Uyg'ur bor desa, bu Jangayshi davrida shunda hukumni qalaymaqon qilgandan keyin paydo bo'lgan narsa. Ama Gungsandan shuni varislik qilgan. Gomindan varislik qilgan.
Endi bu savolga berilgan cevap şegice tügüde. Endi bu yerda bir nima qilib qolgan. Shuni devasak texmo yaxshi bo'lardi. Bir necha minut Yaşadan yok, devlete yürüyor. Öyle mi? Devlete yürüyor. endi biz yuqorida xiljiq gaplarni qildik. Bu Xosha degan xalq qurgan davlatlarimizni Türk tili so'zlaydigan odamlar bilan dushmanlashgan, urush qilgan. Bu tazirchilik bu tugmidi. Bu paket endi ras. Endi bular bu Türkiye xalqlariga qanday muomala qildi? Yolg'on aytib muomala qildi. Bütün yolg'on bilan. Hile bilemedim. Endi zorluq zo'mbuliqmi bir taraf, yana birisi yolg'on. Shuni bilan bo'lyapti. Endi bular o'zini biz madaniyatlik Mushu asalliq millatlar hammasi ilg'or Xitoy madaniyatining ta'sirida taraqqiy qilgan deydi. Terroristlik shunday bo'lgan, u shunday bo'lgan, bu shunday bo'lgan, sanoat shunday bo'lgan, qo'l hunarim hamma shunday bo'lgan. Ammo Uyg'urcha yozilgan qo'l hunar risolalarini kuydirib yutdi. Ben nashr qilgan shuni kuydirib yutdi. Endi bu yerda biz bir aniq bir faktlarni o'tirib qo'yib boqaylik. Shu burun to'chun kashfiyotimiz bor aytdi, hammasi yolg'on chiqdi. Uni ag'dirib yetdik. Uni uzumni izotatini deyishga, izoh olmaydiganlarim bor. Endi hozir shu 200 yildan buyon bütün dunyoda kishilar qo'llanayotgan mahsulotlarni qaysini Xitoy ijod qilibdi biz qarab qo'ydik. Birisi televizor, kompüter, kir yuvish mashinasi, to'nglatqi, havo tangshigich, aeroplan, paraxod, shamoldurg'ich, telefon, bunlar xat bezish mashinalari, deganlar, masalan, Gambi, velosiped, avtomobil, aeroplan, ama shu mikrodolqinli o'choq deymiz. Mush qatorliq narsalar. Sizlar kasaldan saqlanadigan vaksinalar, antibiotik dorilar, nima qiladigan, rasm tortilgan apparat deymiz. Hozir kasal tekshiradigan bütün hamma odamning hamma badanini aniqlay oladigan bicho deymiz. Masalan, odatda dorida ishlatiladigan yod, bular shu plastimasa so'lov deb qo'yamiz. Shu aynak, ko'radigan aynak. Hatta igiz başlılık ayak. Bu nüzeyku. Hemmeden amrak şunu giydi. Muşunlar neslerini hemmini yığıp ekerse kemancık kaysını Xitay icad tuttu dep baksın. Xitay hemmisini faydalandı. Uğurladı. Bizden ne oldu? Aşını uğurlaydı, aşını ügünü yaptılar. Bizden de onun Xitayca isim koyup aldı. Bu sır emas bu.
Yaxshi oldu bir gün sakıptım öze. Endi Xitoy nimani ijod qildi? Ijod qilgan narslar bor. Bana mayli. Buni anglab boqaylik. Masalan, ibrat yig'i deganni Xitoy ijod qildi. Dunyoda kim ijod qilgan? U burundan chiqadigan suvdan yog' ishlab chiqarib, nima qilyapmandi? Digoyo degan. Shuni Xitoy ijod qildi. Dunyoda boshqa hech qanday millat ijod qilib boqmadi bunday narsani. Halbuki 3 xil zaharlik modda bor. Süt parçalıcı Xitoy ijod qildi. Ijod qila oladi ekan. Solaya kaldı benim görüşmeyecek kutlu. Yazman görüş. Adamning tushirib o'tgan chochlarida, ana eski tuklarda yasab chiqqan jamoyoni bozorga soldi. Mushunimi Xitoy ijod qildi. Hatto jasad kavubini Xitoy ijod qildi. Bunu baş qildi bu xalqlar. Demak, Xitoy nimani ijod qildi, nimani qilmabdi. İşleyotgan narsaning qaysisi Xitoy ijod qildi? Ma ijod qilganlarmi? Dunyoda hamma odam yirkinadigan narsalar. Ama shunday narsalar bor. Men endi pocket qasasam ishlarni deb qo'ydim. Mening bir yomon niyatim yo'q. Buni tilib oldigan. Endi o'zi nochi bo'lsa emas desin. Bunu itiraf qildik buni endi men endi fan texnik sohasini aytgan chaqda masalan shu o'tgan bir narsa o'qib qoldim-ku, o'sha yaqinqi shu 50 yil ichida butun dunyoda ijod qilgan shu 100 ilg'or nimalarning ichida birisi Xitoyda chiqdi. Shuni o'ylayapman. Ham bizning yoshlarimiz nurg'unlari hozir shu har xil elektronlik asboblarni işletyapmizgo. Shuni qanday kelganligini uqmaydi ekanda. Bu to'g'ri yana ayrim to'xtalsak bular sende. Bular o'zini maymun deydi emasmi? Maymun doğraydı o'sha. Uningdan boshqa bir ish qila olmaydi. Sistem o'zi odamning ijod qilish qobiliyatini bo'g'ib qo'ygan bir sistem. O Tangrim bularning kallasiga ilm ikridan boshqa bunday yaxshi narsani bermagan o'xshaydi. Mening bu gaplarim sal Ya bunların nüfusu dünya nüfusunun ki 5 bin olgan. Hazır hiç tabii ben sahası Nobel mükafata adam yok ko. Bir ayol var. Bir ayol çıktı. Ne mi der? Kayısı? Ya bu ayolma otoğurluqdan biraz Evlendim birisi çıktı. Şundan mı? Çıkan bir kan çıktılar var, lekin ular Amerika'dan çıktılar. Amerika'ya onu hesap kılmayın. Da yerden çıktı. Shuning uchun Qur'onga vaqtni toza berib qolibdi. Suhbatimiz ait yaxshi bo'ldi. Endi bunda qarab baqdim, men ait biz 5 savol 8 savol tayyorlabsiz ekandik. Ya'ni 3 bor ki. Endi buni davomlashtiramdik yoki uchimizga paranglashtirdik kelaqatim. Anlıqçılar bor. Anlıqçılarga ko'rarmanlar bor. Anlıqçılar Sizlarga qo'ygan ta'limim yana bir aşağı kirib ko'ringlar. Andikine bir like deganni besib qo'yman. Chunki like orqali andikine ma qiziqlar tutdi, ahamiyat tutdi. Madem ko'ribdi yo ko'mabdi dedi. Ko'mabdi deganni shu endi mush orqali mencha men bugun shaxsan aytgan chog'da nurg'un bilimdan oldim. Men qiziqib qoldim. Endi ba'zi bir Makedoniya degan bir kitoblarni o'qiganchu, shu kichik vaqtlarimda, kichik emasken men bir 20 necha yoshda o'qidim. Shuni qaytadan o'qigim kelyapti buni. Rahmat hammalarga. Hammalarga rahmat. Savollarni sen qo'yib turinglar. Qur'on kitobini avitiveramiz. Xo'shamsan. Xo'sh, hammalarga rahmat.